Qarz pulning zakati to'g'risida. Savol. Assalomu alaykum. Ota-ona o'z farzandiga, ya'ni qizi bilan kuy o'g'liga uy setib olish uchun az-azdan bir necha qatamga bo'lib, aldirmay qaytarishi uchun ma'lum miqdorda qarz berib turgan. Bu ota-ona bu pulning zakatini qachon, qandoq ayiradi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sana Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimizga, oila tavobatlarga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud salomlar bo'lsin. Qarz bergan pulning zakatini qarz berguvchi beradi. Chunki bu qarz berguvchining mol-mulkidir. Qarz olg'uchi bermaydi. Chunki bu qarz olg'uchining mol-mulki emas. Islom qurultoyiga tava Islom fiqh akademiyasi 1985-yildagi Jidda shahrida ochgan 2-chi qurultoydagi qarorida mundaq kelgan. Birinchi, agar qarz alg'uchi qaytarib beradigan bo'lsa, qarz pulning zakati har yili qarz berguvchiga keladi. Ikkinchi, agar qarz alg'uchi qarzni qaytarib berolmaydigan yoki qaytarib bermay so'rab turib oladigan bo'lsa, qarzni qaytarib olgan kundan tartib 1 yil o'tganda qarz berguvchi qarzning 1 yillik zakatini beradi. Buningga binoan ota-onangiz har yili Ramazonda zakot berib kelayotgan bo'lsa, zakot ayiradigan chaqda o'z qo'lidagi iqtisodga sizga berib turgan butun qarzni qo'shib, hammaga 2,5% miqdorda zakot ayiradi. Sizga berib turgan qarz sizning qo'lingizda qancha yil turgan bo'lishidan qat'iy nazar qarz pulga zakot beraveradi. Ba'zi olimlar qaytarib ololmaydigan qarzlarni qaytarib olganda bir qancha yil o'tib ketgan bo'lsa-mu, qo'liga olgan shu 1 yilga zakot beradi deb qaraydi. Lekin sizning ahvolingizda siz qarzni bermay turib olmagandan keyin qarz pulni toki qaytarganga qadar qancha yil o'tsa, ota-onangiz bu qarzning zakatini xuddi qo'lidagi pulga o'xshash berib turadi. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatullah. Fatvolar majmuasi 1-tom, 75-nomerlik fatvo.